Bolalar uchun alohida ikkita basseyni bor. Mana ota-onalar uchun, oila uchun juda ham iliq, mo'tadil haroratli basseyniga undan da gap yo'q. Shundoq xonadan chiqib sohilga sho'ng'il uriladi. Shifobaxsh dengiz suviga esa gap yo'q. Belgi pesok oqqum sohil undan da a'lo. Eshaklar hammasi yetarli oshig'i bilan. Holi alohida mana sohil, albatta ultra all inclusive 5 star birinchi liniya 5 yuzli. Gap yo'q. Ota-onalar bilan undan da a'lo farq. Hech narsa yetmaydi. Allohning izniga duolarni olishda doimo davomli bo'laylik. Musofir duosi, safarda ota-ona duosi nur ustiga arzon. Allohning izniga hammamizni qodir qilsin, bardavom qilsin. Hamma amin deganlarga, niyat qilganlarga hammaga nasib qilsin. Buni ibrat uchun, targ'ibot, tashviqot uchun, namuna o'rnak uchun qo'yganmiz. Hikmat izlaylik. Riyo, manmanlik uchun emas, qayta eslatyapmiz. Ajr uchun, savob uchun bizga ham tegsin. Esdan chiqqanlarga eslatma uchun, esida bor, imkoni yo'qlarga harakat qilib, shu narsaga erishishga harakat qilish uchun, sabablarini qilish uchun, ikki dunyo saodatiga erishish uchun harakat qilaylik. Ota-ona duosi, musofir duosi shaksiz qabul. Allohning izniga inshaalloh. Alhamdulillah doimo hammasi shu qadar. Onajonim uchun, otajonim uchun Atlantikadan mana Atlantika maxsus ketdi go'shti. chiqib keltirildi. Haqiqiy salmon fishi original maxsusi. Atlantika. Eng qizig'i bu hammaga emas, mana Sohil menejer maxsus biz uchun mana 40 minut kutdi, lekin review qoldirib ketamiz. Sohil malades. Boshqa mijozlar uchun yo'q, ota-onam uchun mana maxsus okeandan sveji kelibdi, qilib berdi. So special. Yes, Sohil? Yes. Only for us, for my mother and Yes. This is especially only for your family. yeah. It's special, not in the buffet. Yeah. Special I order for your family. Thank you very much. For your father and for you. Allah bless you. Thank you, sir. Oliylar yoqimlisiz. So'tmayman onajon. Adajon. Mazasiga baho beramiz. Salmon fish from the Atlantic Ocean. Chef's special. My mother and mother. Buyruq beruvchi general. Yoshlikni eslayapmiz, jannatlarim bilan. Mana. Jannatlar. Yengilgina dam olish. Marshrutkada kelgan. Hotelimiz, skuterimiz xizmatda. Deringlar, skuter time. Special. Bolajonlarga esa alohida masalalar ham mo'tadil qilib qo'yibdi. Mana bu kichkina o'sha 2 yoshligacha to'quvdan keladigan masalalar. 5 yoshgacha, 6 yoshgacha. Plus jacuzzi. Harorati juda ham ayniqsa ota-onalarga iliq. Juda yoqimli mo'tadil. Ayniqsa sohil tashalli bo'ladi. Skuter xizmatda deyilgan. Kunu o'tadi. Belgi pesok oqqum sohil. Haqiqiy quyosh vannasi sizga katerlar xizmatda. Albatta qo'lga dengiz shifosiga jannatlarni nazar qilishmoqda. Ota-ona xizmatida bo'lishda charchamaydi. Xaris bo'ladi. Doimo harakat qiladi. Chin astoydil. Bumerang qaytar dunyoga. Hammasi qaytadi. Yaxshilikdan ota-onaga nima qilsa shuni bo'lasa. Nima eksa shuni bo'lasa. Yaqindan qadrdonlar. Special. Safardan kelish bilan mehmondorchilik oila a'zolari. Hozir ujinni anaqasini reja qo'yamiz, maslahat osh. Mana hozir ujindan chiqib, otamlar bilan ujin qilib, muzqaymoqxo'rlik. Bizda har kuni shunaqa deydi, biladimi? Dodamgili 60 ta atir gulagan mana jannat onajon. Sizlarga ham boradi 5 yil. Sevgi ramzi. Taqdim etadi. Juvonalarim mana jannat onajonim ashi gollandsi eksklyuziv special. Mana hidiga gap yo'q, ifori zo'r ekan, jannat ona. Bering shu yetganidan, qizimma yetganidan bering. 5 yil. Oila kuni. Bilasanlarmi? Jannatlarim bilan. Kechki sayr. Voy ana.
ota-onasiga chiroyli muomala qilayotgan yigitni uchrasang, duch kelsang, seni haqqingga duo qilishini so'ragin, chunki uning duosi mustajobdir. Ota-onasini rozi qilgan odamning duosi, birodarlar, ijobat bo'ladi. Bu Alloh taolaning shu bandasiga bergan karomati, hurmati bo'ladi. Ota-onani rozi qilaylik, o'zimizni duoyimiz ijobat bo'ladi deb qolsin.